Birgina qo'shiq kayfiyatingizni ko'tarishini bilarmidingiz? Olimlar ham musiqa inson ruhiyatiga ta'sir qilishini tasdiqlagan. Xo'sh, bu nimaga yordam beradi? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ikkita asarni tahlil qilib chiqamiz. Insonni ruhiyatiga qanaqa ijobiy ta'sirlar ko'rsatishini ko'rib chiqamiz. Birinchi asarimiz Shashmaqom Buzruk maqomi. Nasr bo'limining ikkinchi guruh sho'balaridan Qashqarchay rock. Qashqarchay rock asarimiz insonga bo'lgan ta'siri, vatanparvarlik va ruhiy tasalli tuyg'ularini uyg'otadi. Dam olish va hissiy farovonlikni targ'ib qiladi. Eshitilish vaqti tongda uyg'ongandan so'ng. Demak, Qashqarchay rock asarimizni mana shu asarni ertalab turib tongda eshitsangiz, sizda ruhiyatingizga bo'lgan ijobiy ta'sirlarni ko'rishingiz mumkin. Demak, ikkinchi asarimiz Jonon bo'laman deb insonga bo'lgan ta'sirini qarang. Tinglovchida mehnatga layoqatlilik hissini uyg'otib, muhabbat tuyg'ularini jo'shqinlantiradi. Ushbu musiqani tinglash kayfiyatni ko'taradi, motivatsiyani oshiradi va hattoki jismoniy mashqlar paytida jismoniy ko'rsatkichlarni yaxshilaydi. Eshitilish vaqti tongda uyg'ongandan so'ng. Demak, bizani maqomlarimiz, klassik asarlarimiz, ustozlarimiz ijro qilib ketgan xalq, bastakorlik asarlarimiz barchasi insonni ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Keyingi qismlarda qaysi asarlarni tahlil qilishimizni izohlarda yozib qoldiring.